Mana shu Audin texnologiyasi men borda yurar ekanman, lekin hali ishlab chiqarilmagan ekan. To'liq ommaviy ishlab chiqarilmagan. Menimcha qaysidir etaplarida bo'lsa kerak bu. Lazerli, matritsali, lazerli deyilmaydi, matritsali deyiladi. Bilishim bo'yicha shu texnologiyani bitta joyda o'qigandim. Infraqizil nur bor, o'sha boradi, obyektni aniqlaydida, o'sha joydan nimani uzadi. Yorug'likni uzadi. Shuni hisobiga qaysidir joylar balandpast, qaysidir joylarda yorug'lik bo'lmaydi, qaysidir joylarda bo'ladi. Shuni hisobiga yorug'likni avtomatik o'zini o'zi moslab turib nastroyka qilib turadi. Men shunaqangi deb o'qigandim. Endi bu qanchalik o'sha asosida ishlab chiqarilgan bilmayman. Bunda qarang, bu bitta plus proyeksiya ham bor-da. Peshexod keldi, peshexodni oldiga nima qilib berdi? Narsa chizib berdi. Ko'rdingizmi? U proyeksiyaning vazifasini bajaryapti-da hozir. Lekin bu ommaga chiqib haqiqatan qilsa, mana shuni haqiqatan shopirlar uchun texnologiyasi bo'ladi. Haqiqiy kechqurun yurish juda ham noqulay, ayniqsa shom payti, qorong'uda juda ham odam ko'rinmaydi. O'sha paytlarda juda ham zo'r funksiya bo'lsa kerak deb o'ylayman.